Bugungi videomizda Istanbulning eng zamonaviy va ajoyib mehmonxonalaridan biri CVK Park Bosfor haqida gapiramiz. Bu 5 yulduzli hashamatli mehmonxona bo'lib, Istanbulning markazida, mashhur Taksim maydonida atigi 150 metr uzoqlikda joylashgan. Mehmonxona tarixiy binolardan biriga qurilgan. Mehmonxona 453 ta zamonaviy dizaynga ega, keng xonalar va apartamentlarga ega. Superior, Deluxe va Executive xonalar maydoni 35-60 kvadrat metr bo'lib, shahar yoki Bosfor manzarasi bilan. Terras sudxonasi maydoni 60 kvadrat metrdan 115 kvadrat metrgacha bo'lib, o'zining jakuzi va hammomiga ega va betakror manzarali terrasasi mavjud. Mehmonxonada nonushta shved stoli usulida bo'lib, turk va Yevropa taomlarini taqdim etadi. Bunga mevalar, sabzavotlar, issiq yeguliklar, shirinliklar, issiq ichimliklar, sharbatlar va boshqa taomlar kiritilgan. Mehmonxona restorani keng va shinam bo'lib, 100 dan ortiq odamni qabul qila oladi. Mehmonxonada 4 ta restoran va barlar mavjud. Ular mehmonxonaning tom qismida joylashgan bo'lib, Bosforning betakror manzarasiga ega. Mehmonxona fitness zal, sauna, turk hammomi, basseyn va spa xizmatlarini taklif etadi. Mana shunday ajoyib manzarali mehmonxonada yashashni istaysizmi? Unda bizdan takliflarni kutib oling.